Assalomu alaykum aziz tomoshabinlarim. Bugun men siz bilan shunday bir muhim mavzuda gaplashmoqchimanki, bu mavzu shu kunlarda juda ko'p muhokamalarga sabab bo'lmoqda, ba'zilarimizni xavotirga solmoqda. Ba'zilarimiz esa hali nimalar bo'layotganini to'liq anglamagan. Video sarlavhasini ko'rib, ehtimol sizda ham savollar tug'ilgan. Irmaydan boshlab pensionerlarning hayoti avvalgidek bo'lmaydi degan gap nimani anglatadi? Haqiqatan ham. Hamma qo'rqqan narsa ro'y berdimi? Bugun men sizga mana shu savollarga javob beraman va vaziyatni to'liq oydinlashtirib beraman. Ishonchim komil, ushbu ma'lumot har bir nafaqaxo'r uchun, har bir oila uchun, har bir fuqaro uchun o'ta muhim ahamiyatga ega. Sizning yoki yaqinlaringizning hayotiga bevosita ta'sir qiladigan ushbu yangiliklarni bilmasdan turib, jiddiy xatolarga yo'l qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir so'zimga e'tibor bering. Va hoziroq shu o'nning o'zida kanalimga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu menga keyingi foydali kontentlarni yaratishda katta motivatsiya beradi. Keling, avvalo muammoning ildiziga yetib boraylik. Avvallari pensiya tizimi nisbatan sodda va tushunarli edi. Pensiya miqdori asosan ish staji va o'rtacha ish haqi asosida hisoblanardi. Har yili odatda prezident farmonlariga asosan yoki boshqa huquqiy hujjatlarga binoan pensiyalar miqdori inflyatsiya darajasiga qarab indeksatsiyalanar edi. Bu degani pensiya ma'lum bir foizga oshirilar. Lekin bu o'sish har doim ham hayot qiymatining haqiqiy o'sishiga to'liq mos kelavermasdi. Misol uchun non narxi oshganini yoki kommunal to'lovlar qimmatlashganini hisobga olsak, pensiya miqdoridagi o'sish ba'zida faqat qog'ozda qolib ketayotgandek tuyulardi. Nafaqaxo'rlar oylik xarajatlarining keskin oshishi bilan birga ularning pensiyalarining xarid qobiliyati pasayib borayotganini his etishardi. Ayniqsa, yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki boquvchisini yo'qotgan oilalar uchun har bir so'm muhim edi. Ular doimiy ravishda davlatdan qo'shimcha yordam kutishardi va mavjud tizim ko'p hollarda ularning aniq ehtiyojlariga mos kelmasdi. Xo'sh, Urmaydan boshlab nima o'zgardi? Hamma qo'rqqan narsa nima edi va aslida nima bo'ldi? Gap shundaki, Irmaydan boshlab O'zbekistonda pensionerlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning mutlaqo yangi chuqurlashtirilgan va maqsadli tizimi ishga tushirildi. Bu tizim maqsadli ijtimoiy qo'llab-quvvatlash indekslash tizimi deb nomlanadi. Avvallari pensiyalar faqatgina umumiy inflyatsiya darajasidan kelib chiqib oshirilgan bo'lsa, endi bu tizim har bir nafaqaxo'rning ijtimoiy iqtisodiy ahvolini, shuningdek, asosiy iste'mol tovarlari va xizmatlari narxlarining o'zgarishini aniq hisobga olgan holda qo'shimcha moddiy yordam ko'rsatishni nazarda tutadi. Ko'pchilikning xavotiri shundan ediki, bu yangi tizim joriy pensiyalar miqdorini kamaytirishi yoki qo'shimcha qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin deb o'ylashdi. Aslida esa yangi tizim mavjud pensiya miqdorlarini kamaytirmaydi. Aksincha, u nafaqaxo'rlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga, ayniqsa muhtoj qatlamlarning moddiy ahvolini yaxshilashga qaratilgan. Qo'rqqan narsa deb aytilgan jihat bu yangi tizimning murakkabligi, qo'shimcha hujjatlar talab qilishi va ko'pchilikning tushunmovchiligi edi. Bu tabiiy hol, chunki har qanday yangilikka moslashish uchun vaqt va ma'lumot kerak. Endi men sizga aynan mana shu yangi tizimning barcha jihatlarini batafsil tushuntirib beraman. Ma'lumotlar detallari, nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kimga esa buning keragi yo'q. Asterisk Irmaydan kuchga kirgan maqsadli ijtimoiy qo'llab-quvvatlash indekslash tizimi nafaqaxo'rlarimizga qo'shimcha moddiy yordam olish imkoniyatini beradi. Bu tizimning asosiy g'oyasi inflyatsiya ta'sirini yumshatish va real pensiyaning xarid qobiliyatini saqlab qolishdir. Ammo bu avtomatik tarzda sodir bo'ladigan jarayon emas. U ma'lum shartlarni talab qiladi va aynan shu jihat ko'pchilikni xavotirga solmoqda. Kim xavotir olishi kerak? Aslida xavotir degan so'zni ogoh bo'lishi kerak yoki faol bo'lishi kerak deb tushungan ma'qul. Bu o'zgarishlardan bexabar qolganlar, ya'ni tizimning yangi qoidalarini o'rganishga va tegishli choralarni ko'rishga beparvo bo'lgan nafaqaxo'rlar moddiy yordamdan quruq qolishlari mumkin. Agar siz o'z ahvolingizni yaxshilashni, qo'shimcha pul olishni istasangiz, demak, siz diqqatli bo'lishingiz shart. Aslida kimga xavotir olishning keragi yo'q. Tizimni tushungan, kerakli hujjatlarni to'g'ri topshirgan va belgilangan tartib-qoidalarga rioya qilgan nafaqaxo'rlarga xavotir olishning mutlaqo keragi yo'q. Ular aksincha bu yangi tizimdan faqat foyda ko'radilar. Yangiliklar odatda avvaliga shubhali ko'rinishi mumkin. Ammo bu holatda davlatning maqsadi
pensionerlarning ahvolini yomonlashtirish emas, balki yaxshilash ekanini unutmaslik lozim. Keling, bir nechta aniq hayotiy misollar bilan vaziyatni chuqurroq tushuntirsam. Bir misol. Otabek aka va uning yangi imkoniyatlari. Kattaqo'rg'on tumanida yashovchi 72 yoshli Otabek aka farzandlardan uzoqda bir o'zi istiqomat qiladi. Uning oylik pensiyasi 1 million 200 ming so'm. Otabek aka doimiy ravishda dori-darmon sotib oladi. Uy-joy kommunal xizmatlari uchun to'lovlar qiladi va oziq-ovqat xarajatlari ham ancha. Oldingi tizimda pensiya har yili ma'lum foizga oshirilsa-da, bu o'sish uning dorilarga yoki kommunal to'lovlarga yetarli bo'lmasdi. Yangi tizim joriy etilgandan so'ng Otabek aka Xalq bankining pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qildi. U yerda mutaxassislar unga yangi maqsadli ijtimoiy qo'llab-quvvatlash indeksini tushuntirishdi. Ushbu indeks Otabek akaning yashash joyi, oilaviy ahvoli, yolg'izligi, sog'ligi holati, doimiy dori-darmonlarga muhtojligi va eng muhimi, uning asosiy ehtiyojlari uchun sarflanayotgan xarajatlar tahlili asosida hisoblanishi ma'lum bo'ldi. U o'zining yagona daromadi pensiya ekanligini, tibbiy xarajatlar yuqoriligini tasdiqlovchi hujjatlarni, dorixonadan cheklar, shifokor ma'lumotnomalarini taqdim etdi. Shu tariqa Ilmaydan boshlab Otabek akaning pensiyasiga qo'shimcha ravishda har oyda 300 ming so'm miqdorida maqsadli ijtimoiy yordam puli qo'shib beriladigan bo'ldi. Bu uning umumiy oylik daromadini 1 million 500 ming so'mga yetkazdi. Bu qo'shimcha mablag' Otabek akaga o'zini ancha erkin his qilishiga, dori-darmonlarni vaqti bilan sotib olishiga imkon berdi. Bu yerda asosiy sabab va natija shuki, Otabek aka beparvo bo'lmasdan yangilikni o'rganib, tegishli chorani ko'rdi. Ikis misol. Merinisi opa va yangi mezonlar. Samarqand shahrida yashovchi 65 yoshli Merinisi opa 3 nafar nabrasini boqadi, chunki ularning ota-onasi chet elda ishlaydi. Merinisi opaning oylik pensiyasi 1 million 300 ming so'm. Nabralar maktabga boradi. Kiyim-kechak, oziq-ovqat, maktab xarajatlari Merinisi opaning zimmasida. Oldin u faqat o'zining pensiyasi bilan cheklangan edi va oilasining katta xarajatlarini zo'rg'a qoplardi. Yangi tizimga ko'ra, Merinisi opa ham mahalliy pensiya jamg'armasiga murojaat qildi. U o'zining qaramog'ida 3 nafar voyaga yetmagan nabrasi borligini tasdiqlovchi hujjatlarni, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, ota-onaning chet elda ekanligi haqida ma'lumotnoma taqdim etdi. Bundan tashqari, uning uyida gaz va elektr uchun sarf xarajatlarining oshishi ham hisobga olindi. Merinisi opaning vaziyatini o'rganib chiqqan mutaxassislar uning oilaviy sharoiti va qaramog'idagi shaxslar sonini hisobga olgan holda unga har oyda 420 ming so'm miqdorida qo'shimcha moddiy yordam berilishi kerak degan xulosaga kelishdi. Bu Merinisi opaning oylik umumiy daromadini 1 million 800 ming so'mga yetkazdi va u nabralarning ehtiyojlarini qoplashga yordam berdi. Bu misolda esa oilaviy sharoit va qaramog'idagi shaxslar soni qo'shimcha yordam miqdorini belgilashda muhim omil bo'lgan. Asoslari 3 misol. Bekzod akaga tushunmovchilik sabab bo'lgan vahima. Toshkent viloyatidan Alindakaz yoshli Bekzod aka gazetalarda va internetda yangi pensiya tizimi haqida turli xabarlarni o'qib, o'zining pensiya kamayib ketishidan qo'rqdi. Uning asosiy xavotiri shundan ediki, agar pensiya o'zgarib, qaytadan hisob-kitob qilinsa, uning hozirgi 1 million 400 ming so'm pensiyasi kamayib qolishi mumkin edi. Bekzod aka banka yoki pensiya bo'limiga murojaat qilishni xohlamadi. Chunki bu unga ortiqcha qiyinchilikdek tuyuldi. U yangilikni noto'g'ri talqin qildi va shuning uchun vahimaga tushdi. Afsuski, Bekzod aka vaziyatni to'liq tushunmasdan harakat qilmagani sababli unga yangi tizim orqali berilishi mumkin bo'lgan qo'shimcha moddiy yordamdan foydalana olmadi. Agar u o'zini ijtimoiy himoyaga muhtoj deb hisoblaganida va murojaat qilganida, uning oilaviy ahvoli, sog'lig'i yoki boshqa mezonlar asosida unga ham qo'shimcha yordam berilishi mumkin edi. Lekin u pensiya kamayadi degan asossiz qo'rquv sababli harakatsiz qoldi. Bu esa uning shaxsiy moliyaviy holatida hech qanday ijobiy o'zgarish bo'lmasligiga sabab bo'ldi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, tushunmovchilik va bexabarlik ba'zan manfaatli imkoniyatlarni boy berishga olib keladi. Astish qoidalarning istisnolari, tuzoqlar va ko'zdan panada qolgan jihatlar. Yangi maqsadli ijtimoiy qo'llab-quvvatlash indekslash tizimi ko'plab nafaqaxo'rlar uchun yangi imkoniyatlar ochib beradi, ammo uning o'ziga xos jihatlari, istisnolar va e'tibor berish lozim bo'lgan nuanslari bor. Ularni bilish sizni turli xil muammolardan qutqarishi mumkin. Istisnolar va turli toifalar.
Bu tizim barcha nafaqaxo'rlarga bir xil miqdorda yordam berishni nazarda tutmaydi. Aksincha u har bir shaxsning shaxsiy ahvolini inobatga oladi. Nogironligi bo'lgan shaxslar. Birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bor shaxslarga ularning nafaqa miqdoridan qat'iy nazar ko'proq e'tibor qaratiladi. Ularga tibbiy xarajatlar yuqoriligi sababli qo'shimcha yordam miqdori nisbatan yuqori bo'lishi mumkin. Masalan, agar nogironligi bo'lgan shaxs doimiy ravishda qimmat dori-darmonlarni qabul qilsa yoki reabilitatsiya xarajatlari bo'lsa, bu holatlar ularning qo'shimcha yordam miqdorini oshirishga asos bo'ladi. O'quvchisini yo'qotgan oilalar. Agar nafaqaxo'r qaramog'ida voyaga yetmagan farzandlari yoki nogironligi bo'lgan shaxslar bo'lsa, ularga ham alohida e'tibor beriladi. Yuqoridagi Merinisa opa misolida ko'rganimizdek, qaramog'idagi shaxslar soni qo'shimcha yordam miqdorini sezilarli darajada oshirishga imkon beradi. Yolg'iz keksalar, o'z-o'ziga xizmat qila olmaydigan, qarovchiga muhtoj yolg'iz keksalar ham ushbu tizimning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Ularning kommunal to'lovlar, oziq-ovqat va uy xizmatlari uchun sarf xarajatlari alohida ko'rib chiqiladi. Misol uchun, qish faslida isitish xarajatlari oshishi sababli ularga ko'proq yordam berilishi mumkin. ishlaydigan pensionerlar ham ushbu tizim doirasida qo'shimcha yordam olishlari mumkin. Ammo ularning qo'shimcha daromadi hisobga olinadi. Agar ularning ish haqi pensiyaga qo'shib hisoblanganda ham oilasining jami daromadi belgilangan eng kam miqdordan past bo'lsa, ular ham qo'llab-quvvatlanadi. Lekin umuman olganda, ular uchun qo'shimcha yordam miqdori boshqa toifadagilarga nisbatan pastroq bo'lishi mumkin. Chunki ularning moddiy ahvoli nisbatan barqarorroq deb hisoblanadi. Tuzoqlar va xatoliklar. Noma'lum manbalardan kelgan ma'lumotlarga ishonish eng katta tuzoq bu noto'g'ri ma'lumotlarga ishonib qolishdir. Internetda, ijtimoiy tarmoqlarda yoki qo'shnilardan eshitilgan har bir yangilikka ishonmang. Faqatgina pensiya jamg'armasi, Xalq banki yoki Davlat xizmatlari agentligi kabi rasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarga tayaning. Hujjatlarni noto'g'ri to'ldirish yoki to'liq taqdim etmaslik. Arizani to'ldirishda yoki hujjatlarni yig'ishda ehtiyotsizlik qilish yordam olish jarayonini sekinlashtirishi yoki umuman rad etilishiga olib kelishi mumkin. Har bir bandni diqqat bilan o'qing va barcha kerakli ma'lumotlarni aniq kiriting. Masalan, ayrim hujjatlarning muddati o'tgan bo'lishi yoki notarial tasdig'i yetishmasligi muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Murojaat qilishni kechiktirish hali vaqt bor-ku deb o'ylash xato. Qo'shimcha yordam olish imkoniyatini boy bermaslik uchun iloji boricha tezroq murojaat qiling. Yangi tizim joriy etilganiga qaramay, pensiya jamg'armasi bo'limlarida navbatlar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun ertaroq harakat qilish sizga vaqt tejaydi. O'zgartirilgan ma'lumotlarni yangilamaslik. Agar sizning oilaviy ahvolingiz, yashash manzilingiz yoki sog'lig'ingizdagi o'zgarishlar yuz bersa, masalan, yangi qaramog'ingizga bolalar qo'shilsa yoki nogironlik guruhi o'zgarsa, bu haqida pensiya jamg'armasiga darhol xabar berishingiz shart. Aks holda sizga belgilangan yordam miqdori noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Ko'zdan panada qolgan nozik jihatlar. Avtomatlashtirilgan tahlil. Yangi tizim ma'lumotlarini avtomatik tarzda tahlil qilish imkoniyatiga ega. Bu degani, sizning bankdagi hisobingizdan olingan ma'lumotlar, kommunal xizmatlar uchun to'lovlar tarixi, kadastr ma'lumotlari va boshqa davlat idoralaridan olingan ma'lumotlar avtomatik tarzda qayta ishlanadi. Bu jarayon pensionerning haqiqiy ehtiyojini aniqroq belgilashga yordam beradi. Shuning uchun barcha ma'lumotlarni to'g'ri taqdim etish juda muhim. Lokal inflyatsiya va mintaqaviy farqlar eng muhim jihatlardan biri shuki, yangi tizim hududiy farqlarni ham inobatga olishi mumkin. Masalan, Toshkent shahrida yashash narxi Sirdaryo viloyatidagi qishloqqa nisbatan yuqoriroq bo'lishi mumkin. Yangi indeks aynan mana shu mintaqaviy inflyatsiya darajasi va yashash sharoitlarini ham hisobga olgan holda qo'shimcha yordam miqdorini belgilashi mumkin. Bu esa yordamni yanada adolatli taqsimlashga xizmat qiladi. Davlat xizmatlari orqali murojaat qilishning afzalliklari ko'pchilik pensiya bo'limiga borishga odatlangan. Lekin yangi tizimda davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyMD.gov orqali ham murojaat qilish imkoniyati mavjud. Bu nafaqaxo'rlar uchun qulaylik yaratadi, vaqtni tejaydi va navbatlarda turishdan xalos etadi. Raqamli xizmatlardan foydalanishni o'rganish yoki yordamchi shaxslar. Nabiralar orqali foydalanishni yo'lga qo'yish juda muhim.
ushbu nozik jihatlarni tushunish va ularga e'tibor berish sizga yangi tizimdan maksimal darajada foydalanishga yordam beradi va kutilmagan muammolarning oldini oladi. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilishi kerak? Aniqlik kirituvchi ko'rsatmalar. Aziz do'stlar, endi eng muhim qismga yetib keldik. Yangi tizimdan to'g'ri foydalanish uchun aniq qadamlar va ko'rsatmalar. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar yig'ish kerak? Bularning barchasini hozir batafsil tushuntiraman. Bin vaziyatni baholash va ma'lumot to'plash. Avvalo, o'zingizning ahvolingizni tahlil qiling. Asterisk, sizning hozirgi daromadingiz qancha? Oilaviy ahvolingiz qanday? Yolg'izmisiz? Qaramog'ingizda kim bor? Sizda qanday doimiy xarajatlar bor? Dori-darmon, kommunal to'lovlar, tibbiy xizmatlar. Bularni bir daftar yoki qog'ozga yozib chiqing. Rasmiy ma'lumotlarni o'rganing. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytini Pensiya.uz yoki Davlat xizmatlari agentligining MyTokov.uz portaldagi yangiliklar bo'limini ko'zdan kechiring. Agar internetdan foydalanish imkoniyatingiz bo'lmasa, mahalladagi faollardan yoki farzandlaringizdan yordam so'rang. Bu yerda sizga yangi tizim haqidagi eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlar taqdim etiladi. H2 hujjatlarni tayyorlash. Murojaat qilishdan oldin barcha zarur hujjatlarni yig'ib olishingiz shart. Bu jarayonni tezlashtiradi va qiyinchiliklarning oldini oladi. Sizga quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Aslida shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta asli va nusxasi. Aslida pensiya guvohnomasi asli va nusxasi. Mehnat daftarchasi asli va nusxasi agar talab qilinsa. Oilaviy ahvolni tasdiqlovchi hujjatlar, nikoh guvohnomasi, nikohdan ajralish guvohnomasi, vafot etganlik haqidagi guvohnoma agar tegishli bo'lsa. Qaramog'ingizda bo'lgan shaxslarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari. Agar nabiralar yoki boshqa shaxslar sizning qaramog'ingizda bo'lsa, bu ayniqsa Mernisa opa kabi vaziyatdagi pensionerlar uchun muhim. Sog'lig'i holati haqidagi ma'lumotnoma. Agar siz nogiron bo'lsangiz, nogironlik guvohnomasi va tibb ijtimoiy ekspert komissiyasining xulosasi. Agar siz doimiy dori-darmonlarga muhtoj bo'lsangiz, shifokorning ma'lumotnomasi va dorixonalardan olingan cheklar. Daromadlar haqidagi ma'lumotlar. Agar siz ishlaydigan pensioner bo'lsangiz, ish joyingizdan oylik maoshingiz haqida ma'lumotnoma. Kommunal xizmatlar uchun to'lovlar haqidagi ma'lumotlar, kommunal to'lovlar, gaz, elektr, suv, isitish uchun oxirgi 3-6 oylik to'lov kvitansiyalari. Bu sizning real xarajatlaringizni tasdiqlashda yordam beradi. Bank hisob raqamingiz haqida ma'lumot, pensiya o'tkaziladigan bank kartangiz yoki hisob raqamingiz. Qayerga murojaat qilish kerak? Sizda bir nechta variant bor. Xalq bankining pensiya jamg'armasi bo'limlari. Bu an'anaviy va ko'pchilikka tanish usul. Yashash joyingizdagi Xalq bankining pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, mutaxassislardan maslahat olishingiz va arizangizni topshirishingiz mumkin. Ayniqsa internetdan foydalanishga qiynaladigan yoki savollari ko'p bo'lgan keksalar uchun bu qulay. Davlat xizmatlari markazlari DXM. Respublikamizning barcha tuman va shaharlarda mavjud bo'lgan davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. Bu yerda sizga navbatga turishda yordam berishadi va hujjatlarni to'g'ri topshirishga ko'maklashadi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyTokov.uz eng qulay va zamonaviy usul. Agar siz yoki oila a'zolaringizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lsa, MyTokov.uz portali orqali onlayn tarzda arizangizni to'ldirib, elektron hujjatlarni yuklashingiz mumkin. Bu sizning uyingizdan chiqmasdan turib barcha ishlarni hal qilish imkonini beradi. 4. Ariza yozish va hujjatlarni topshirish. Mutaxassisdan yordam so'rang. Agar siz arizani to'ldirishga qiynalsangiz, pensiya jamg'armasi yoki DXM xodimidan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatishga majbur. Hujjatlarning to'liqligini tekshiring. Arizani topshirishdan oldin barcha kerakli hujjatlarning mavjudligini va ularning to'g'ri to'ldirilganligini bir marta tekshirib oling. Arizaning nusxasini o'zingizda saqlang. Siz topshirgan arizangizning ro'yxatdan o'tganligini tasdiqlovchi nusxasini yoki raqamini saqlab qo'ying. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilishda yordam beradi. 5. Ma'lumotlarni yangilab turish. Agar sizga qo'shimcha yordam tayinlangan bo'lsa va keyinchalik oilaviy ahvolingizda, yashash joyingizda yoki daromadlaringizda o'zgarishlar yuz bersa, bu haqida pensiya jamg'armasiga zudlik bilan xabar berishingiz shart. Masalan, agar sizning qaramog'ingizda bo'lgan nabiralar voyaga yetsa yoki ishga kirsa, bu sizning qo'shimcha yordam miqdoriga ta'sir qilishi mumkin.
Shuningdek, agar sizning sog'lig'ingiz yaxshilansa va dori-darmon xarajatlaringiz kamaysa, bu ham hisobga olinishi mumkin. Astush muhim qo'shimcha eslatma. Har qanday shubhali vaziyatda rasmiy ishonch telefonlariga murojaat qiling. Astush pensiya jamg'armasining ishonch telefoni 1000 O'zbekiston bo'ylab yagona raqam. Davlat xizmatlari agentligi ishonch telefoni 1000 takish. Ushbu amaliy qadamlar sizga yangi tizimdan to'g'ri va samarali foydalanishga yordam beradi. Beparvo bo'lmang. O'z huquqlaringiz va imkoniyatlaringizni to'liq anglab yeting. Xulosa qilib aytganda, aziz tomoshabinlarim, 20 oydan boshlab pensionerlarning hayoti avvalgidek bo'lmaydi degan gapning tub ma'nosi shundaki, davlat nafaqaxo'rlarga bo'lgan e'tiborni yangi bosqichga olib chiqdi. Endi pensiyalar oddiy inflyatsiya indeksatsiyasidan ko'ra chuqurroq, har bir shaxsning real ehtiyojlarini hisobga oladigan maqsadli ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi orqali yaxshilanadi. Bu sizning moliyaviy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilash imkoniyatidir. Lekin bu faqatgina sizning faolligingiz va to'g'ri harakatlaringiz evaziga amalga oshadi. Hamma qo'rqqan narsa deb aytilgan jihat bu yangi tizimning murakkabligi va tushunmovchiliklar edi. Lekin men bugun sizga bu murakkablikni soddalashtirishga, tushunmovchiliklarni bartaraf etishga harakat qildim. Sizdan talab qilinadigan ogoh bo'lish, ma'lumotlarni o'rganish va belgilangan tartibda murojaat qilish. Unutmangki, harakat qilgan har bir nafaqaxo'r o'z ahvolini yaxshilash imkoniyatiga ega bo'ladi. Umid qilamanki, bugungi videom siz uchun juda foydali bo'ldi va sizdagi barcha savollarga javob topdingiz. Agar sizda hali ham savollar bo'lsa yoki fikrlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, iltimos videoning ostiga izohlarda yozib qoldiring. Men har bir izohni o'qiyman va imkon qadar ularga javob berishga harakat qilaman. Yana bir bor eslatib o'taman. Kanalimga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizning jamiyatimizdagi har bir inson, ayniqsa hurmatli keksalarimiz uchun muhim bo'lgan ma'lumotlarni tarqatishda menga yordam beradi. Sog' bo'ling, o'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.